Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men Max Games bo'laman. Bugun men kim bilan tushaganman? Barselona bilan tushaganman. Yaxshi komandam qaroqlik bo'ladi. Endi buni nechun yutishga harakat qilsam? Rafinha qani? Bu yerda yo'qmi? Yamal qani? Mayli. Men uchuncha bugun yutishni yutmoqchiman. Yutolmasman. Agar 3 gol ursam, like bosasiz. 5 gol ursam, obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos do'stlar. Men o'z yangi kanalim. Yaxshi, qayta jarima zarba o'qtamay qoldi. Men har qadar olaman, Minecraftga ham olaman. Agar obunachim 50 ta bo'lsa, stream qilmoqchiman va counter o'ynayman. Birinchi golimizni urib oldik. Militao golida himoyachi. 16-daqiqada do'stlar gol urilmoqda. O'zim kirib ketgani qarayman. Endi birinchi 3 ta gol ursa bo'lardi. Rashford qoldi. Gitti. Mbappe. Yo, jarohatli. Yaxshi holatda bo'laveradi, nima? Videolarim hammasini ko'rib, like bosib qo'yinglar. Mbappe qarshi final endi. Va jarohat sababli o'ynamadi. Kimga muxlisiz? Barçami, Realmi? Buncha o'ryapti. Qaysi videolarni yoqtiradi? Minecraft yoki Daily izohlarda yozib qoldiring. Qanday qilib qildi? Hop, jarima zarbasi 16. Tepamiz. Mbappe. Davay yana. Ko'ramiz. Yoki deysan baribir. Qo'yvoramiz o'yinga. Berkamp qo'yamiz, Beckham. Bo'ldi. Bo'lashtirish o'ynasam. Davay. Gravitlardan. Negadir menga o'ynamay, boshqa o'yinlarga bo'lsa, shotga o'ynaychi. Gitti, Alan. Gol. Haaland o'yinga chiqqanidan gollangan 51-daqiqada. Do'stlar, yana bir ishlamayman. Kanalga obuna va like bosib qo'ying.
bitta bo'lsa nasib qilsa bitta bo'lsa stream qilmoqchiman. Iltimos obunachilar obuna bo'linglar. Stream qilish orzuyimidi? Gol, 3-chi gol. Haaland. Endi erkak bo'lsanglar, endi gaplaringizga turinglar, endi like bosinglar. Amal qiz bo'lsanglar ham endi harakat qilinglar. Mayli, agar 4-chi golga urolmasam mayli, obuna bo'lmay sharti emas. Ay do'stlar, Haaland hat-trick. Haalanddan kutish mumkin bunaqa yo'lni. Endi iltimos qilib so'rayman. Endi obuna bo'lib qo'yinglar. 4ta gol urdim-ku aytganlaringizdek. Obuna bo'lgan bo'lsanglar rahmat kattadan. O'zim endi taxminimda 100 yutaman deb o'yladim. Bilmadim, 100 bo'lmasa kerak menimcha. Chunki u 0-0. Agar Haaland yana bir gol urib o'qmasa, kuch qoladi. Valverde tepki ko'rsin. Valverde golda bo'layotgandim. Yaxshi taraf tepki ko'rdi. Mayli, harakat qilgan uchun agar men bilan tushadiganlar bo'lsa, kommentariyada o'z agar Instagramlar bo'lsa, o'z Instagramlar yozsanglar, birga gaplashib, o'ylashimiz qo'shilib qoldirsanglar, men sizlarga yozaman keyin. Yo'q, o'zi adashimdan desa Beckham aka. Va o'yin tugadi. O'zingizlar bilib turibsiz. 0-0. Haaland o'ynabdi. Сегодня я листала видео и наткнулась на ролик про эту игру. Похоже, сейчас она очень популярна. Она есть в приложении Vplay. Игра называется «Невидимка». В одной игре 6 человек. Случайно выбирается один гигант. Остальные должны спрятаться в комнате. Можно превратиться во что угодно. И даже приставку. Осторожно, гигант! Он тебя заметит. Не издавай звуков, иначе выдашь себя. Завидуйте и проверьте, кто продержится до конца. Скачивай Vplay. Бесплатно и без рекламы. Заходи играть прямо сейчас. Могу я принять? Марки. Ko'pincha Facebook'da foydalanmayman sizlar.
videodan 1000 ta like yo'q, 1000 ta agar shu videomni 1000 marta ko'rishsa, men sizlar bilan yana bir o'ynab ko'raman. Va bu safar mana buni o'ynab ko'rmoqchiman. 22 soat qolibdi. Sizlar ungacha tez ko'rsanglar video, like bosib obuna bo'lsanglar, undan ham tezroq chiqadi. Kimda tanlashimiz esa o'zim yozib qoldiraman. O'ynab ketib qolibdi. Sog' bo'linglar do'stlar.